Assalomu alaykum o'rtoqlar. Jangga ham xudo xolisa 2 kun qoldi. Duoda bo'lib turinglar. Raqib o'zgardi. Raqib braziliyalik. Assalomu alaykum ey muxlislar, kanalimizga xush kelibsiz. 26-aprel kuni Qozog'istonning Shimkent shahrida Alash Pride turniri bo'lib o'tadi. Ushbu turnirda Odilxon Kamolovning debyut jangi bo'lishligi kerak edi va raqibi qirg'izistonlik Mekin Devanov ismli sportchi edi. Ma'lumotlarga qaraganda ushbu sportchi, ya'ni raqibi o'zgargan, ya'ni Odilxonning raqibi braziliyalik sportchiga o'zgartirilgan. Xo'sh, ushbu turnir va Alash Pride haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Alash Pride professional darajadagi sportchilarni yetkazib chiqargan liga hisoblanadi. Misol uchun Nursulton Ro'ziboyev, Murodxon To'rayev, Zubayra To'xogov va bir qancha shunaqa sportchilar ushbu ligadan chiqqan va bundan tashqari o'sha Odilxonni birinchi o'sha debyut jangida raqiblik qilayotgan Devanov ham oldin ushbu bitta o'zbek bilan jang qilganligi va videoda ko'rishingiz mumkin. Ushbu o'zbekdan yengilganligi videosi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan. Aziz do'stlar, Odilxon Kamolovning raqibi kim ekanligini bilmoqchi bo'lsangiz, pastda Telegram gruppa bor, ya'ni Odilxon fan klub gruppasi bor. O'sha gruppaga o'tib bemalol ma'lumot olishingiz mumkin va bundan tashqari 26-aprel kuni o'sha jangda bo'ladigan jonli efirda olib berishga, o'sha Telegram kanalda olib berishga harakat qilamiz. Aziz do'stlar, videolar ketma-ketligi bo'ladi. Videoni kommentariyasida Odilxon muxlislari bo'ladigan bo'lsa, o'z fikrlarida yozib qoldirishingiz mumkin. Boshqa gaplarni o'sha sportchilardan va Odilxon Kamolovdan o'zdan eshitamiz. Videolar ketma-ketligini ko'ring va fikringizni kommentda yozib qoldiring do'stlar. Raqibimiz kim ekan? Ertaga qo'yadi endi buni. Bugun qo'ysa kerak o'zi. Inshaalloh aka. Bugun qo'ysa kerak. Rahmat. Salom, inshaalloh yutasiz, inshaalloh. Yoshi kattaroq ekan u jitchi. No, Brazil Birligim chiqdi. Qani shu bo'ldi-da, sразу. U bola nima atmay ketdimi borganingizda? Nargi bola o'zi atmen qo'yibdi. Nayzada urushgan bola. Ola qolganmidi? Mana shu. Rahmat onajon. Yo bro, Salom Odilxon. Adilxon. Odilxon, sen jangga tayyormisan? Qara qo'llarimga. Sen tayyormisan jangga? Qara qo'llarimga. Splitting over my arms here. Yuzing bilan tanishtiraman, bro. Are you ready for me? Senga aytyapman, tayyormisan jangga? Scared of me? Mendan qo'rqyapsanmi? Better be, Qo'rqishing kerak. because I'm gonna deal with you. Chunki seni ko'raman. Seni izlab kelyapman, bro. Odilxon, seni izlab kelyapman. Ha, bu juda qiziq bo'ladi. Buni yoqtiraman, mayli. Buni amalga oshiramiz. Buni amalga oshiramiz. Men seni izlab kelyapman. I have a lot of surprises for you. So Senga ko'p surprizlar bor, Odilxon. deb izoh qoldirgan va video qoldirgan braziliyalik raqib. Aziz do'stlar, Odilxonning muxlislari kommentni portlatib, kommentda bor fikrimizni yozib qoldiramiz.